Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun navbatdagi videomiz, ya'ni o'tgangi darsimizni davom ettirib ketamiz. Xo'p, o'tgangi darsimizda biz banner qismini qilgan edik. Endi bugun mana bu yerda our works va mana bu qismini ham qilamiz. Xo'p, bu qismini qanday qilib qilamiz? Xo'p, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunday konteyner ochib olamiz bitta va uni ichiga yana bitta konteyner, ya'ni biz uni nima qilamiz? Bo'lishimiz uchun, 3 ga bo'lib olishimiz uchun bizga shu konteyner kerak bo'ladi. Buni biz 3 ga bo'lib olamiz. Xo'p, birinchi navbatda biz o'zimiz shuni bittasini qilib olamiz va uni 3 ta holatda keltirib chiqishimiz kerak bo'ladi bizda. Hop, innovate, ya'ni bizda bitta zagolovka, tekstcha va yana bu shunday tekstlar kerak bo'lar ekan. Mana buni shunday kopiya qilgan holatda biz hop buni ham kopiya qilamiz. Dublyot qilamiz va bittasini bu yerga olib tushamiz. Yana bu yerga bitta qo'yamiz. Hop, adashib ketdik. Mana bu yerdan tekstni ololmadik. Olishimiz kerak. Olamiz tekstlarni mana ushbu holatda va tekst rangi mana bu rangda edi. Hop, bizda endi bu o'rtada emas, chap tomonda bo'ladi. Hop, bu bo'ldi. Keyingisi zagolovka holati. Zagolovka holatini bu yerdan yo'q, bu yerdan emas, mana bu yerdan olsak bo'ladi. Mana bu yerdan zagolovka holatini olamiz o'zimiz uchun innovate. Mana bu yerdan innovate ni olamiz. Hop, buni biz pomolchanaga o'zgartiramiz. O'zgartirgandan keyin rangi mayli shu holatda qolsin, ranglarga e'tibor bermayapman, bemalol o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Ranglari bo'ldi, bu bo'ldi. Endi mana bu ko'rib turgan konteyneringizda biz 3 ta qilishimiz kerak, ya'ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun dublyot qilamiz. Pastga chiqdi, dublyot qilamiz. Hop, sloylarimizni ko'rib olish uchun mana bu yerdan e'tibor qaratadigan bo'lsak, umumiy orta konteynerdan holatini ushbu holatda qilamiz va ko'rib turganingizdek buni tepadan yoki pastdan paddinglarni berib olamiz. Ya'ni 40 piksel bu yoq tepadan bo'lsin, 40 piksel aytaylik pastdan bo'lsin va yonidan aytaylik 10 pikseldan bo'lsin mana. Hop. Mana bu holatda ham bemalol mana bu ptichka holatda ham qilishingiz mumkin, orqasiga 0 bilib berishingiz ham mumkin. Men odatda videoni tezroq ko'rishimiz uchun ranglariga va orqasidagi fonlarga buni ham bermay ketyapman. Chunki mana bu yerdan o'zingiz bemalol holatda o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerdagi belgilarni mana bu yerdan bemalol o'zingiz uchun o'zgartirishingizga to'g'ri keladi, o'zgartirib olishingizga. Yoki bo'lmasam customni qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni imенно xuddi o'sha ikonkani olib bu yerdan qo'yib yoniga qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi keyingisiga o'tsak, our work, ya'ni bizning ishlarimiz haqida ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Bizning ishlarimiz, ya'ni buni dublyot qilgan holatda buni kopiya qilganimiz sababi chunki bu yerda 600 maksimalniy beryaptimi? Nega bunday bir-biridan uzoqda bo'lib ketdi? 400 piksel bo'lib ketibdi. Shuni hisobiga. 40 bo'lsin mana bizga. Endi hop, bunda ham xuddi shunday, ya'ni box kerak bizga. Qanday box? Ya'ni bitta box kerak. Ya'ni image box, ya'ni rasm bilan bizga ya'ni qilgan ishlarimizni ko'rsatib berish kerak. Hop, bizga feature emas, oddiy image box yetadi. Image box block изображение mana. Hop, rasmni nima qilamiz? 100% qilishimiz kerak bo'ladi. Razmerini hozir 30% turibdi mana. Ushbu holatda rasmni aytaylik. Mana bu rasmni olamiz. Hop, rasmimiz full bo'lmadi. Mana buni olamiz. Full bo'lish uchun razmeri kichkina bo'lib qolganligi uchun. Hop, bizda endi bu yerda, ya'ni xabar bo'lgandagina shu holatda chiqish kerak edi. Buni ham qilsak bo'ladi. Bu ham oson, yana buni ham qilsak bo'ladi. Yana bu qanaqa qilinadi? Buni aytaylik bitta kelinglar shunday qilamiz, xuddi shunday holatda qilamiz. Mana bunday holatda biz bu fonga, ya'ni bu fondagi rasmni, ya'ni orqa foniga bitta biz rasm beramiz. Mana bu rasmni orqa foniga albatta. Endi ushbu fon center holatda hop bizga to'g'rilab olamiz, priklepis qilgan holatda. Endi buni наведение, ya'ni mushkamiz borgan paytda qanday bo'lsin? Ya'ni buni 50%, ya'ni qoraysin. Hop. Nima bo'lsin? 50% ga. Ya'ni mushka borgan holatda rasmlari
qo'yasiz. Scroll effektlari. Hop. Наведение prikрепить fon holatda qilamiz aytgancha buni. Наведение holatda, mana bunday holatda. Ya'ni qora qilgan holatda 50% ga. Ana, bu faqat наведениеda qilishimiz kerak. Buni biz hozir oddiy holatda qilib qo'ydik. Yo'q, наведениеda buni qilishimiz kerak edi. Наведение bo'lgan holatda, ya'ni mushkamiz borgan holatda xuddi shunday vazifa bajarish kerak. Mana ko'rganingizdek bu bo'ldi. Endi tekstni, hop, tekstni qo'yishimiz kerak biz. Tekstimiz mana bu yerga aytaylik, mana bu tekstimiz tursin. Buni ham umumiy holatda, o'rtada bo'lsin, mana bunday o'rtada bo'lsin va tekstimizni keling mana bu yerdagi tekstni olaylik. Chunki bu ham tayyor emas edi. Buni bu yerdagini olamiz. Hop. Aytaylik, birinchi ish misol uchun tekstlarga e'tibor bermaymiz. Birinchi ishimiz nomi va title qo'yiladi. Va bu o'rtada kelsin va rangi qanday bo'lsin? Oq rangda bo'lsin. Hop, birinchi ishimiz. Endi buni ya'ni shu holatda, ya'ni наведение bo'lgan holatda kelish uchun nima qilamiz? Avvalambor, ya'ni ushbu holatdagi customni bu yerga CSS qo'shamiz. Ya'ni customni text. Va customni textni nima qilamiz? Customni textni ushbu holatdan, ya'ni ushbu holatda bu kerak emas. Customni textni ushbu holatda biz o'chirib qo'yamiz. Ya'ni display none. Ana. Endi ushbu fondagini custom block qilamiz, ya'ni box qilamiz. Ya'ni custom boxga hover bo'lgan holatda bizda nima bor? Custom title bor, to'g'rimi? Custom title bor. Ushbu holatda bu display block bo'lsin. Tekstni ko'rib chiqamiz. Custom title display none. Custom title display none. Custom title. Ko'rganingizdek juda ham bir ajoyib. Endi buni foniga yana sekin holatda chiqishni ham qilsak bo'ladi. Ya'ni buni o'chiramizda nima qilamiz? Ya'ni mana bu yerdan transform all transition all easy 3 sekund. Ana. Hop. Sekin holatda easy in qiladigan bo'lsak, ana. Sekin holatda chiqadigan bo'ldi. Transition to'g'ri yozdimmi? Transitionni bir ko'rib olamiz. Adashmasam to'g'ri yozdim. Transition all. Albatta, mana transition all easy in out. Mana bunday holatda ekan. Sekin holatda chiqdi. Buni ham o'zimiz aytaylik 4 sekund qilib qo'ysak bo'ladi. Ana. Xo'p, endi ushbu boksimizni bittasi tayyor bo'lganligi uchun mana buni bemalol dublировать qilib, bemalol boshqalariga ham ishlatsak bo'ladi. Xo'p, buning uchun buni o'chirib yuboramiz. Bizda nechta edi? Bizda 3 ta edi, to'g'rimi? Buni ham o'chirib yuboramiz. Ya'ni bu yerda biz o'lchamni bermaganligimiz uchun, tekst yo'qligi uchun bunday holatda berib qo'yamiz o'lchamlarini, ya'ni konteynerda o'lchamlarini 400, min hayti 400 bo'lsin. Buni ham bemalol o'zingiz rasmlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Hop. Keyingisi. Hop, ishimiz ham bo'ldi va keyingisi
testimonials, ya'ni bu odzivlar mana bu yerda qilinadigan ishlar, buni ham to'g'irlab ketamiz. Ya'ni orqasi kichkinagina mana bu yerdan hop dublировать qilamiz. Hop, bu yerdan bitta kichkinagina sahifacha ochib qo'yamiz, orqa foni. Hop, mana bu yerda va все черный emas, alganchini qilamiz va buni 800 pikselda qilib qo'yamiz, razmerlarini albatta. Hop. Zagolovka bizga kerak emas. Konteynerimiz qanisiz? Shu yerda bizga blok ichida emas, konteyner ichida berilgan edi. Konteyner ichida razmer bizga bu kerak emas. Bizga foni qora bo'lishi kerak. Bizga konteynerimizning holati ограниченияda bo'lishi kerak. Ya'ni bu holatga qaragan holatda 800 bo'ladigan bo'lsa, buni emas, ya'ni otasini razmeri 800 bo'lishi kerak. 800, balki 960 qilamiz. Ushbu holatda hop, bu yerda ichiga yana bitta konteyner qo'yib olamiz, chunki ikkita bo'lim bo'lganligi uchun. Buni ikkiga bo'lib olgan holatda, buni ikkiga bo'lib olgan holatda bittasiga rasm, buni kichikroq va kattaroq qilsak bo'ladi. Ya'ni bunisini 40% o'lchamda, bunisini esa 60% o'lchamda. Mana bu yerga bitta rasm qo'yamiz. Image bo'limidan olib kelgan holatda ushbu rasmni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni rasmni o'lchamini 400 piksel bo'ladigan bo'lsak va priklepить holatda qilib qo'yamiz. Priklepить qilib qo'yamiz mana bunday qilib. Endi bu yerga nima qo'yamiz? Bu yerga strategiya va hokazolar, ya'ni mana bu yerdan biz kerak bo'ladigan narsa ikonka, ya'ni blocks ikonka. Ushbu narsani, ya'ni ikonkani biz mana bu holatda qo'yib chiqishimizga to'g'ri kelar ekan. Hop. Ranglarini o'zgartirib olamiz. Bu yerdan ikonkani ranglari oq holatda bo'ladi, mana bu holatda va tekstlarimiz ham holatda, ya'ni bir-biridagi masofasi. Bu yerda ikonka bilan tekst o'rtasidagi, bu yerda esa ikonkani razmeri aytaylik 32 piksel bo'lsin yoki bo'lmasa 24 piksel bo'lsin. Ikonkani ham biz o'zingiz holatda mana bu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Hop, keyingisi содержимое, ya'ni tekstlarning ranglari oq holatda bo'lsin va keyingi pastdagisi ham oqroq, ya'ni D7 kod formasida bo'lsin. Endi ushbu yerdan demak bizga kerak bo'ladigan narsa, hop, bizga demak bu holatda ikkita bo'lishi kerak, ya'ni mana shu holatda bo'lishi kerak va bu dublировать va dublировать. Bu to'rtta bo'lib ketdi. Buni biz to'g'rilashimiz uchun bu yerga nima qilamiz? Eng yaxshi yo'li, bu yerga eng yaxshi qo'yish yo'li bu yerga yana bitta konteyner olib kelish va yoki bo'lmasam setga qo'yish. Setga qo'yadigan bo'lsak, setkani bu yerga ikkitadan va ikkita qator qilamiz. Mana bu yerdan setga qo'yamiz. Setkani ikkitadan qilamiz. Endi ya'ni icon mana bu yerdan yana qaytadan qilishimizga to'g'ri kelib qoldi. Hop, ranglarini belgilaymiz oq holatda. Содержимое, ya'ni tekstlari ham oq holatda bo'lsin. Hop, razmerlari 24 piksel bo'lsin va tekstlarni ham razmerlarini bemalol to'ldirsangiz bo'ladi shu yerdan. Mana 4 ta xuddi shunday holatda qo'ysangiz ham bemalol bo'ladi. Knopkani ham tagiga, ya'ni buni ostiga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunga chuqurlashmagan holatda bu bo'ldi. Ya'ni ikonkalarni shu yerga qo'yasiz, o'rnashtirib bu yerga qo'yib ketasiz. Ikonkani ham yoki bo'lmasam, ya'ni shuni o'zidan ham qo'yib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni shu yerdan link qo'yasiz va shunda blogingizni o'zi bemalol ishlab ketadi. Hop, keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, keyingi bo'limimizda ya'ni testimonials odziv bo'limi, odziv bo'limiga mana bu yerdan kopiya qo'ygan holatda, ya'ni buni bizga kerak emas bunisi. Hop, odziv bo'limidan testimonials, ya'ni mana bu yerda testimonials karusel bor. Ya'ni mana bu holatda, ya'ni bizda tayyor bo'lganligi uchun bu shunday holatda qoladi. Ya'ni xuddi shu holatda ekan, bizda ham xuddi shu holatda ranglarini va rasmlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Keyingisi
Our service, ya'ni our service bu hozirgi, ya'ni ikonkalarimizni ham qilsak bo'ladi. Mana bu yerga dublyot qilamiz va buni ostiga qo'yamiz. Bu bizga kerak emas. Ya'ni orqa fondagi bizga rang, bu rang kerak emas. Orqa fondagi rang oq bo'lsin va bu ham bizga kerak emas. Xo'p. Biz uchun bitta konteyner kerak bo'ladi. Konteyner umumiy olganda hamma joyini egallab tursin va bizga bu 3 ta konteynercha vazifasini bajarib berishi kerak bo'ladi. Hop, birinchi konteynerchani o'zimiz uchun yuklab olamiz va hop, nimalar kerak bo'ladi? Dastlab bizga, demak, aytib o'tganimdek, ikonka bilan ishlash, blocks ikonka yoki bo'lmasam kartinkasi ikonka. Hop, ya'ni o'rtasidagi masofalarni beramiz. Text bilan title o'rtasidagi masofa, ranglari shu holatda mayli bo'lsin, zadajimi ham shu holatda bo'lsin va uni tagiga nima bo'lsin? Bitta knopka bo'lsin. Bu knopkani vazifasi nima vazifasi? Ya'ni learn more. Yani albatta bu ham bo'ldi. Orqasidagi fonni olib tashlash uchun paddinglarni yo'qotamiz va mana bu orqasidagi rangni mana bunday qilib o'chirib yuborsak bemalol bo'ladi. Ya'ni rangni mana bunday rang qilamizda. Mana bunday holatda qilsak bo'ladi. Endi buni biz nima qilamiz? 3 ta qilishimiz kerak. Ya'ni har bitta qatorda 3 tadan bor. Tepadagi yana ota ikonkani shunday qilamiz va ko'rib turibsizki, holatda mana shu holatda chiqyapti. Endi ikonkamiz kattaroq bo'lganligi uchun ikonkani kichikroq qilsak ham bo'lar ekan. Ya'ni 32 qilamiz. Hop, buni ham ikonkasini 32 qilamiz. Hop, bunisi ham 32 qilamiz. Endi ikonkani razmeri 32 bo'lganligi uchun va biz ikonka bilan tekstning o'rtasidagi masofasi 24 bo'lganligi uchun 32 24 54 bo'lganligi uchun, ya'ni biz knopkadan 50 sm chap tarafdan surib qo'yishimizga to'g'ri keladi. 54. Mana ko'rib turganingizdek 54 sm shunda dizayn bilan bir xil holatda keladi. Mana juda ham bir tushunarli holatda bo'ldi degan umiddaman. Mana shu holatda qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana razmerlari va tekstlari xuddi shu holat. Endi xuddi shu holatdan, ya'ni buni yana bir marta dublyot qiladigan bo'lsak, bizga demak ikkita qatorda bo'ldi. Bu nimaga bunday bo'lgan sababi, bu yerda otasi display flex holatda edi. Buni ham navbat qilib qo'yamiz va keyingi servisimiz, keyingisi o'zimiz haqimizda. O'zimiz haqimizda ham yana bitta konteyner kerak bo'ladi biz uchun. Hop, konteyner. Konteyner ichida nima bor? Bizda rasm bor va tekst bor. Albatta uni ham qo'yishni esimizdan chiqarmaymiz. Hop, konteyner qilamiz. Hop, ikkitadan dublyot qilamiz va bu holatda buni yonma, ya'ni buni yoniga bitta rasm, odatdagidek bitta rasm. Bu rasm uning ichida bo'ladi va kattagina bitta rasm bizga kerak bo'ladi. Mana shu holatdagi rasm va buni yoniga tekst. Tekstni qayerdan olamiz? Xo'p, bu yerdan, ya'ni about us va o'z-o'zidan xuddi shunday holatda uni ham hozir bajaramiz. Xo'p, mana bu yerdan olamiz tekst va ikonkani. Kopirovat qilamiz va bu yerga qo'yamiz. Stavить. About us, ya'ni bu yerdagi tekst, mana bu yerdagi about us. Endi hop, bu ham bo'ldi. Endi uni pastiga nima qo'yishimiz kerak edi? Buni pastiga biz shu holatda, ya'ni ikonka, title va learn more. Buni ham qilishimiz kerak edi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun yana ichiga bitta konteynercha qo'yib olamiz. Ya'ni bu o'zimizning divimiz. Hop, bu holatda qo'yganimizdan keyin, ya'ni buni o'z-o'zidan ikkiga bo'lib olamiz. Buning uchun yana bitta konteyner talab qilinadi bunga. Mana bunday qilib, ya'ni ichidagi konteynerni ikkiga bo'lib olamiz. Mana bu holatda. Mana buni ikkiga dublyot qilamiz va mana bu yerdagi tayyor shablonimizni kopiya qilgan holatda bu yerga olib kelamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek xuddi shu holatda bizda, lekin yonda emas, tepada edi ikonkamiz va chap tarafda edi. Xuddi shu holatda edi. Endi bizda o'rtasidagi masofalarni to'g'rilab olamiz. 10, aytaylik yana 10. Xo'p, va buni chap tarafda 54 pikseli bor edi, buni 0 qilamiz.
Va endi nimaga bu bilan teng kelmaganligi sababi biz div qilganligimiz uchun har bitta divni bootstrap'ida 10 pikseldan qochgan, ya'ni ichkariga kirgan joyi bo'ladi. Shuning uchun buni nollab oladigan bo'lsak, bemalol keyingisini ham qilsak bo'ladi. Mana bunday holatda va ushbu divni blok konteynerni dublyot qilamiz va bunisini o'chirib yuborsak ham bemalol mana. Ya'ni ko'rib turganingizdek dizaynda ko'rgan holatingiz va bu ozgina teksti ko'proq bo'lganligi sababli mana bunday tekstni mana bunday qilib qo'yamiz. Bu kerak emas, mana bunday bo'lsin va bu ham shunday bo'lsin. Ya'ni buni o'rtasidagi masofa gap bizga kerak emas, chunki tekstni o'zini tayyor holati bor. Bu rasm bizga hop aytaylik 400 pikselda bo'lsin. Yo'q, 500 piksel qilaylik shuni. 500 pikselda 450 pikselda bo'lsin va buni prikrepit qilib qo'yamiz. Mana bu holatda. Ana tayyor bo'ldi. Endi about us'imiz ham tayyor bo'ldi va our team, ya'ni team, bizning team jamoamizni ham to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Hop, our team jamoasini ham Elementor Pro'da tayyor versiyasi bor. Hop, team versiyasini qo'yamiz. Team versiyamiz qani? Team jamoamiz yo'qmi? Use the symbols outer box. Mayli, team versiyamiz yo'q ekan, uni tayyorlaymiz. Hop, uni qanday tayyorlaymiz? Aytaylik, bitta rasm ekan bizdan kerak bo'ladigan narsa. Hop, bitta image. Muammo emas. Albatta. Hop, nimalar kerak bo'lar ekan? Bizga image nomi, ismi, hop. Team bo'lish kerak edi. Team nega bu yerda yo'q? Team jamoamiz. Bizning jamoa. Blocks ikonka. Hop, rating, minimalism. Albatta bo'lish kerak edi. Demak, bu yerda yo'q. Hop, mayli, o'zimiz yaratamiz. Hop, image kerak bo'lar ekan bizga. Buning uchun to'xtang, biz konteynerdan qo'yib olishimiz kerak, ya'ni 3 ta qilishimiz uchun. Konteyner. Hop, bizga kerak bo'ladigan narsa image albatta kerak bo'ladi va image'ga biz mana buni olib turamiz sizdan. Hop, mana bu yerda image'ni bizga endi border radius, ya'ni bizga kerak necha? Hop, 400. Ya'ni dumaloq bo'lsin dedik va biz buni foizda beramiz. Aytaylik, foizda mana. Rasmda holat to'rtburchak bo'lmaganligi uchun bizga shunday holatda beryapti. Endi rasmda agar biz pikselni 1 qiladigan bo'lsak, ya'ni vositasi bilan anaqasini aytaylik mana 300 pikselga mana bu yerda 300 piksel bo'lsin deydigan bo'lsak, bizga to'g'ridan to'g'ri chiqadi va prikrepit qilib qo'yadigan bo'lsak, rasm mana bu holatda ko'rinadi. Endi buni tagiga nima yozishimiz mumkin? Buni tagiga biz ismini yozishimiz mumkin va ismi hop, ismi aytaylik test. Keyingisi hop, ya'ni u haqidagi ma'lumot va undan keyingisi social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi profillari. Test holatda ketyapti. Buni kichikroq qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu holatda 16 holatda qilaylik buni. Endi tayyor bo'ldi. Endi buni bunday qilamizda, buni ko'paytiramiz, ya'ni 3 ta holatga keltiramiz. Bizda 3 ta holatda edi. Buni ushbu holatda, mana ushbu holatda qiladigan bo'lsak, mana bizda tayyor bo'ldi. Rasmlar katta bo'lganligi uchun juda ham buzilib ketdi dizayn. Mana bu holatda qilamiz. 2 dan qilamiz. 2 va bu yerda ham 2. Ana, albatta. Buni bemalol testlarni o'rniga qo'yib, ya'ni mana buni chap tarafda kelsin deymiz. Buni ham chap tarafda kelsin qilamiz. Bu ham chap tarafda kelsin deymiz. Mana shu holatda. Xo'p, to'g'ri bunga o'xshamadi, lekin mana bu holatda deyarli chiqadigan narsalarimizni to'g'rilab qo'ydik. Ya'ni buni ham o'zingiz dizayndan to'g'rilasangiz ham bo'ladi. Keyingisi esa blok, ya'ni bloklar, buni bilamiz. Ya'ni bu yangiliklar sahifasi. Ya'ni bloklar qanday holatda ko'rinadi? Bloklar bizga qo'shilgan edi. Ya'ni blok. Hop, bloklar bo'limi bizda. Bloklarimiz qayerda endi bloklarimiz? Hop. Bloklarimiz hozir postlar, mana albatta postlar.
Mana bu holatda 3 ta holatdan 3 tadan holat turibdi. Bu holatda ham to'g'rilasangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerdan klassik holatda yoki bu holatda bemalol to'g'rilasangiz bo'ladi va so'zlarni ham bemalol kichkinaroq yoki ko'proq qilsangiz bo'ladi. Ya'ni aytaylik buni 24 ta qiladigan bo'lsak, mana bu so'zlari bizga ozroq kichikroq holatda keladi. Va kommentlar yoki bo'lmasam time vaqtini qo'ysak bo'ladi. Bu yerga bemalol qanchada kelganini, qancha vaqtda ko'ringanligini bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol buni ham o'zingiz to'g'rilasangiz bo'ladi. Endi keyingi masala, buni tepasidan ozgina joy berib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Paddingdan emas, mergingdan berganimiz ma'qulroq. Mana bu yerdan tepasidan 40, pastdan 40 piksel berib qo'yamiz. Xo'p, bu ham bo'ldi. Endi contact us va oxirgi bo'limimiz contact us. Contact us bo'limi qanday bo'ladi? Bunga ham div ochamiz. Div ichiga ikkita konteyner qo'yamiz va ularni birinma-ketin, ya'ni yonma-yon holatda qilib, display ko'rinishda, flex ko'rinishda qilib, flex qilib contact forma. Bizda contact forma, ya'ni elementary pro bo'lganligi uchun bor. Bemalol buni ham qo'yib qo'ysak bo'ladi va bu yerga esa tekstlarimiz, ya'ni tekstoviy, buni ham qo'yamiz va bu yerdan mana buni shunday olgan holatda kopiya qilib bu yerga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana buni ham o'zimiz, ya'ni polilarni yana qo'shsak bo'ladi. Yana o'zimiz bu yerda name bor, email bor, message bor yoki o'zimiz bu yerga qo'yishimiz mumkin. Telefon qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, telefon qo'yadigan bo'lsak, nomi, ya'ni telefon bo'ladimi? Telefon. Placeholderga, ya'ni qo'yib qo'yishimiz mumkin. 99894 448 53 98 abonent. Mana misol uchun xuddi shu holatda qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ana. Endi sayt deyarli tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerdan kontakt, ya'ni klasslarni biz hozir mana bu yerga berib ketamiz. Kontakt. Bu esa blog. Mana bu esa blog holati. Blog holati, mana bu esa komanda holati, bu esa about holati. About. Bu esa nima holati? Bu esa about, contact, albatta bu xizmatlar bo'limi, ya'ni bu servis bo'limi. Servis bo'limi va yana nima bo'lim bor bizda? Work bo'limi bor, mana, ya'ni portfolio qilgan ishlarimiz. Work. Albatta sayt qilgan holatda ko'rib chiqamiz. Mana siz bilan biz, ya'ni ko'rib chiqqan saytimizning qisqacha dizayni, ya'ni siz bilan biz ko'rib chiqqan saytimizning qisqacha dizayni. Xo'p, ish work bo'ladigan bo'lsak, workga tushib keladi, xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, xizmatlarga tushib keladi. Biz haqimizda aboutga tushib keladi, blokga biz bermabmiz shekilli. Blokni ham to'g'rilab qo'yamiz hozir. Mana bu yerdan blokni bermadik, adashmasam, blok holatda, menyuning ichida blok. Mana bu yerdan blokni bermaganmiz, shuning uchun. Ana blok ishlar. Sizlar bilan mana o'sha yarim soat davomida, ya'ni mana shu ColorLib tomonidan dizaynni ko'rib chiqdik. To'g'ri, bizniki birga bir o'xshamagan bo'lishi mumkin, lekin strukturamiz ularniki bilan bir xil. Videoni cho'zmaslik maqsadida men ranglariga, rasmlariga, joylashuviga unchalik e'tibor bermadim. O'ylaymanki, deyarli bir xil holatda chiqdi. Agar kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, qayergadir tushunmagan bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rib tushuntirish